Bu uyga kirgandan keyin aniq chiqqinglar kelmay qoladi. Huvaydon mahallasida shunaqa dang'illama hovli qurilgan, ko'rib havasingiz keladi. Uyimizni kattaligidan 3 sotiq yoki 4 sotiq deb o'ylashinglar mumkin, lekin uyimiz 2-3 sotiqga qurilgan, podval va oshxonadan tashqari 5 ta xonadan iborat. Uyimiz yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimiz avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda zal, o'ng tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanujullarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizni isitish uchun podvallarimizgacha iliq pol o'rnatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Qani ketdik, endi ikkinchi qavatimizni ham sizlar bilan ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham keng koridorni ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonimizda ota-onalar uchun yotoqxonamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida garderobnisi va sanuzeli ham bor. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda shunaqa katta balkonni ko'rishingiz mumkin. Chap tomonimizda bo'lsa yonma-yon yotoqxonalarimizning orasida bo'lsa umumiy sanuzelimiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalarida chiroyli eshiklar va sifatli romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Balkonimizga aynan mana shu xonamiz orqali ham chiqsa bo'ladi. Uyimizning podvali ham bor. Binoyimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizda bitta katta shunaqa xonamiz, холодная комната uchun xona va uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.